Endi siz ham aktyor bo'lishingiz mumkin. O'z mahoratingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Telefon raqamlari kommentariyada joylashgan. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida jinoyat sodir etildi. Aniqlanishicha, ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxs turmush o'rtog'i bilan 2021-yilning yanvar oyidan buyon o'zaro janjal sababli ajrashib birga yashamasdan kelgan. Shundan so'ng u o'zining turmush o'rtog'ini o'zi bilan yashashga majbur qilib, asossiz rashk qilib kelgan holda bir necha marotaba janjallashib yurgan. Hozirda mazkur holat ikkinchi moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Muxbirimiz Sardor Zoirov voqea tafsilotlarini o'rganyapti. Dasturimizni kechki soat 21:00dagi Xullas, Nozima. Meni ishda 2 kunlik ishlarim bor. Shunga uyga ehtiyot bo'lib o'tirgan. Xo'p bo'ladi, dadajonisi. Xavotirlanmang. Men o'zim uyda bo'laman. Xo'p, yaxshi. O'zingni ehtiyot qilgin. Tag'in bir bolani boshlamagin. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi, dadajonisi. Xavotirlanmang. Dugonalaringni olib kelib, tag'in bayram qilmagin. Xo'p bo'ladi, dadajonisi. Xavotirlanmang. Bemalol borib kelavering. Bir narsani yodingda saqla. Men senga Instagramga rasm joylama degandim. Instagram degan narsaga ishonmayman. Har xil begona erkaklar kuzatadi. Instagramga rasmingni boshqa qo'yganingni ko'rmay, tushundingmi? Xo'p bo'ladi, dadajonisi. Bemalol ishlaringizni bitirib kelavering. Yaxshi. Mana bu pul senga. Men yo'qligimda u bu narsaga ishlatarsan. Xo'p, rahmat, dadajonisi. Bo'pti. Ehtiyot bo'lib o'tirgan. Gaplarimni tushunding-a? Tushundim. Men ketdim. Ehtiyot bo'lib o'tirgin. Maylimi? Xo'p, dadajonisi, xo'p. Oy. Allo. Zokir, tinchmisan? Og'ani, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsanmi? Sog'ling yaxshimi? Og'ayni uyingni oldiga kelganim, chiqmaysanmi? Uxlayotgandim. Nima gaping bor, tinchlikmi? Do'mitayda o'tiruvdim. Chiqsang bir gaplashib olsak degandim. Senga zo'r yangiligim bor, chiqqin? Ha, nima gap? Telefondan aytaver. Ey, Zokir. Telefonda aytadigan gap emas. Chiqsang gaplashib olardik. Yana nima bolani boshlading, Jamshid? Qachon kelding o'zing? Hozir kelgandim. Tezroq chiqsang zo'r bo'lardi. Zo'r yangiligim bor, og'ayni. Chiqsang bir gaplashib olardik. Uf, bo'pti. Hozir kutib tur, chiqaman. Ha, Botir. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, Ma'ruf aka. Qalay bo'lyapti? Ishlar yaxshimi? Bo'ladi aka, yaxshi. Ha, yaxshi. Xudoga Ha, shukr. Anchadan beri xomishsan, tinchlikmi? Ha, joyida aka. Joyidami hammasi? Hammasi yaxshi. Ha, yaxshi. Bo'pti.
Og'ayni, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Xo'sh, Jamshid, menda nima gaping bor? Zokir. Xullas, Instagramda anchadan beri bir ayol bilan gaplashayotgandim. Qomati dahshat. Juda ham go'zal. Bugun bir mehmonga chaqiryapti. Bir aylanib kelmaymizmi? Nima deysan? Jamshid, qo'ysangchi. Bunaqa ishlarni yig'ishtirganman. Tez orada to'yim bo'ladi. Bir haftadan keyin to'yim o'rta. Qo'ysangchi og'ayni. Uylanishingni oldim, bir maza qilib ol. Shundan keyin vaqting bo'lmaydi-yu, og'ayni. O'zing bilan o'zing ovora bo'lib, oilang bilan bo'lib ketasan-ku, do'stim. Ko'rganingdek, hamma og'aynimiz uylanib, o'zi bilan ovora bo'lib ketdi-yu. Hech bir yig'ilib ko'risha olmaymiz. Bitta bo'ydoqlardan sen qoling, og'ayni. Shuning uchun oxirgi marta sen bilan ko'risha olay dedim-da. Do'stim, oxirgi marta bir mazza qilib mashat qilaylik. Bo'ydoqlikni oxirgi kunlarini bir mazza qilib o'tsak deyman-da sen bilan. Ha, bu ishlarni ilgari qilganmiz. Ichkilik, chakkilikni yig'ishtirganman. Ammo endi unaqa ishlarni qilishni xohlamayman. Begona ayollar bilan gaplashishni yig'ishtirganman o'rtoq. Shuncha vaqtimni bekorga sarflagan ekanman o'rtoq. O'zing borsang boraver. Men bormayman. Xavotir olma Zokir. Instagramda uzoq vaqtdan beri gaplashaman. Eri yo'q, uyda yolg'iz, o'zi yashaydi. Hali o'zi bilan ko'rishganim yo'q. Lekin bugun meni mehmonga chaqirdi. Shu sababli bugun sen bilan borishni istadim. Xohlasang, kechga borib birga gaplashib kelamiz. Nima deysan, og'ayni? Xo'p, mayli, borsak boramiz-da, lekin bu oxirgi marta bo'ladi o'rtoq. Keyin bu ishlarni yig'ishtiramiz. Ha, bo'ldi, o'rtoq. Shu bilan kechga uyingdagi kelaman. Ana u Instagram tanishgan qizimni oldiga boramiz. Mazza qilib bir yayraymiz, jigar. Bo'pti, o'rtoq, bo'lmasa kechasi boramiz, lekin bu ishlarni qayta qilmaymiz. Bugun bir mazza qilar ekanmiz-da. Botir! Labay Ma'ruf aka. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Mijozlar yaxshimi? Yaxshi aka, hammasi yaxshi. Bugun ertaman ishxonada bo'lmayman. Bu yoqdagi mijozlarga o'zing yaxshilab qarab nazorat qilib o'tirgin. Yangi kelgan ishchilarni ham nazorat qilyapsanmi? Ha aka, nazoratimda hammasi. O'rganishyaptimi ishlarni? Ha aka, nazoratimda hammasi. Ishlashyapti aka. Ha, meni yo'qligimni bildirmagin. Men kechki tomon ketaman. Hozir bir ikkita ishlarim bor. Kechga xabar olib, keyin ketaman. O'zing yaxshilab nazorat qilgin. Xo'p bo'ladi aka. Xo'p. Senga ishondim. Xo'p. Boraver. Tag'in ish qilib hammasi yaxshi bo'lsin-da, o'rtoq. Erperi kelib qolmasin. Boshimizga balo orttirmasak bo'ldi, Jamshid. Hammasi zo'r bo'ladi, jigarim. Xavotirlanma. Qarada, bir gap bo'lsa, o'zing javob berasan. Vahima qilma, Zokir, vahima qilma. Qaysi domda turadi, Jamshid? O'zi bilasanmi? Shu manzilni bergandi. Mana mahallasiga ham kelib qoldik. Telefon qilchi, qaysi uyda turishini aytsin. Hozir mana bu yerga to'xtaylikchi, bir gaplasha olamiz, telefon qilaman. Xo'p, telefonim. Biz telefon qilamiz. Xo'p. Nozimaxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'miz oldiga kelgandik.
Qaysi tomda turasiz? Ayta olasizmi? Ha, keldingizmi? Men Oqmatizda o'tirgandim. Hozir, ha. Iloji bo'lsa bir oynadan qarab oling. Nozimaxon. Mana oynadan qaryapman, mana shu yerdaman. Aha, bo'ldi, ko'rdim. Chiqoring. Bo'ldi, hozir chiqamiz. Xo'p. Chiqoring, ko'rinyapmanmi? Derazadan qarab turibman. Aha. Bo'ldi, xo'p. Tushyapmiz mana. Rosa xohlagandim oldiga kelishdi. Hozir chiqyapmiz mana. Hozir 5 daqiqada chiqamiz. Aha, xo'p, chiqinglar. Labbay Botir aka, chaqirganmidingiz? Ha, yangi kelgan bolalarni nazorat qilyapsanmi? Ha, ishchilar nazorat qilyapti. Yangi kelgan bola ham Sardor ham yaxshi ishlayapti. Ko'rishib turibman. Siz aytgandek, hammasini nazorat qilib turibman Botir aka. Ha, yaxshi. O'zing hamma bolalarni nazorat qilib turgin. Bugun kechga Ma'ruf aka ketadi ish bilan. Shuning uchun kelmaydi. Shu uchun meni o'rnimga bugun o'zing bo'lasan. Meni o'rnimni egallaysan-da, uka. Bo'ldi aka. Siz o'rningizni bosa olmayman akajon. Mayli, o'zing bolalarni nazorat qilib turgin. Men hisobotlarni qilib olay, keyin qarashaman, maylimi? Xo'p aka, xo'p. Ha, tinchlikmi? Biron gaping bormi? Tortinmasdan aytaver. Aka, sizga anchadan beri bir gapni aytmoqchi edim. Lekin hijoat bo'lganimdan ayta olmay yurgandim. Ha, tinchlikmi, Kamol? Biron gap bo'ldimi? Aka, siz bilan anchadan beri tanishmiz. Aka-ukaday bo'lib ketganmiz. Sizga biror marta yolg'on gapirmaganman. To'g'ri, uka. O'zimni ukamday bo'lib ketgansan. Nima bo'ldi? Biron gap bo'ldimi? Aka, men sizga yolg'on gapirmayman. Yaqinda kennoyimni begona erkak bilan qo'l ushlashib yurganini ko'rib qoldim. Shuni sizga aytaman deb hijolat bo'lib yurgandim. Kamol, bu nima deganing? Qanday qilib? Aka, sizga to'g'risini aytaman. Yangamni begona erkak bilan yurganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shundan xabardor bo'ling deb shuni sizga aytayapman aka. Aniq, o'z ko'zlaring bilan ko'rdingmi? Ha aka, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Ammo telefonga suratga olishga ulgurmadim. Qachon ko'rding? Bir hafta oldin ko'chani yuzida begona erkak bilan qo'l ushlashib yurganini ko'rib qoldim. Shuni sizga aytaman deb hijolat bo'lib yurgandim. Bugun shuni fursat yetib kelgan ekan, shuni sizga aytayapman. Tushunarli. Bilasiz, sizga yomonligim yo'q. Mayli, Kamol. Bu ko'rgan narsangni hech kimga aytma, ukajon. Tushundingmi, Kamol? Birov bilib yurmasin buni. Yo'q aka, bu gapni hech kimga aytmayman. Sizni akam deb yaqin olganim uchun sizga aytdim. Lekin aytgan gaplarim uchun uzr so'rayman. Mayli, chiqsi yo'q. Ishingga boraver. Keyin gaplashamiz. Xo'p aka, yaxshi ishlang. Voy, kelishdi shekilli. Ye. Nozimaxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qani, to'rga o't, Jamshid.
Yaxshi kelvoldinglarmi? Adashmasdan Jamshidbek. Ha, yo'q. Sizni oldingizga kelamiz-u. Adashamizmi, Nozimaxon? Ha, yaxshi. Bu bolani tanishtirmadingiz? Ha, vo'g'aynimmi? Sizni oldingizga kelishimni bilib, men ham boraman deb xolajonimga qo'ymadi. O'zim bilan oldimda. Yaxshi, yaxshi. Jamshid, unaqa deganim yo'q-ku. Bunday gaplarni qayerdan olding? O'rtoq, nimaga yolg'on gapirasan? Hazillashdim-da, og'ayni. Xafa bo'lmagin-ey. Ha, mayli. O'z yaxshimisiz, Nozimaxon? Sog'liqlaringiz yaxshimi, Nozimaxon? Ha, yaxshi. Siz so'ragandan beri. Ha, sizni ham ko'radigan kun bor ekan-ey. Anchadan beri Instagramda gaplashardik. Hech ko'risha olmasdik. Nimagadir to'satdan bugun chaqirib qoldingiz? Hayron qoldim. Nozimaxon? Ha, anchadan beri gaplashardik. Shu ishlarim ko'pligi uchun chaqira olmasdim-da. Ha, yaxshi. Ish qilib, bugun ishlaringiz yo'qmi, Nozimaxon? Yo'q, bugun erta bo'shman. Zerikkanim uchun chaqirdim-da sizni. Bugun maza qilib dam olamiz, Nozimaxon. Sizni zeriktirmaslik uchun oqidan olib kelgandim. Ha, oqidan ham olasizmi, Nozimaxon? Voy, ovora bo'psiz-da. Shart emasda olib kelishingiz. Ha, ne shart emas ekan? Gaplarimizga qo'shish uchun shartda. Kerak-da shu narsa. Voy, qo'ymaysiz-da. Ha, Botir, yaxshimisan? Ma'ruf aka? Yaxshi. Hisobotlarni yozyapsanmi? Ha, yozib qo'ydim aka. Ha, men ketishga otlanyapman. O'zing boya aytganimdek nazorat qilgin. Tushundingmi? Aka, meni uyda ozroq ishim bor. O'shanga bugun qololmayman. Qanaqa ish? Yana nima muammo bo'ldi o'zi? Shu aka o'zimni E, oilaviy muammo. To'g'ri tushunasiz aka. tinchlikmi? Shaxsiy ishim aka. Ay, yorilsang-chi men bunda. Shaxsiy ishim aka. To'g'ri tushuning. Bugunga qololmayman. Kim qaraydi endi? Boya men senga aytgandim. Kamolga aytib qo'ying aka. Kamol bugunga qarab tursin akajon. G'alati bo'ldi-yu. Hey. Kamol, kurtkamni olib berib. Ha, aka, tinchlikmi? Qayerga otlandingiz? Sen o'zing nazorat qilib tur. Xo'p, aka. Keyin gaplashamiz. Yaxshi boring. Aka, tinchlikmi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Biron gap bo'ldimi aka? Yo'l bo'yi nimagadir xomush ko'rinasiz aka? Aka, to'g'risini aytsam, oilaviy muammo. Aytishdan uyalmayman. Xotinimni xiyonat qilganini eshitib qoldim. Aka. Boshingizga katta sinov kelibdi-ku aka. Bir ukam xotinimni begona erkak bilan yurganini menga aytdi. Oho, tushunarli aka. Endi qanday chora ko'rsam ekan deb boshim qotyapti aka. Ha, aka, mayli. O'ylamang. Bu dunyo o'zi shunaqa bevafo aka. Endi boshingizga bir tashvish kelibdi aka, bu ham bir sizga bir sinov aka. O'ylamang. Hamma ishni bosiqlik bilan hal qilgan yaxshi aka. To'g'ri aka. Gaplaringizda jon bor. Aka, meni mana shu chetroqda tushirsangiz ham bo'laveradi. Menga o'sha yetadi. Kayfim oshib qolyapti. Haqiqatan ham opaning gapiga jon bor. Bo'ldi, oshib ketdi, o'rtoq. To'xtataylik. Voy, qanaqa opa? Opa devormang. Hali yoshman-ku. Ey, Zokir,
Gaping sal o'ylab gapir. Nozimaxonni kuniga tegadigan deb o'ylamaysan. Endi og'aynim gapiga xafa bo'lmaysiz. Ozroqgina kayf oshib qopti. To'g'ri tushunasiz. Uzr Nozimaxon, kayfchilikda. Xafa bo'lmang-da endi. Ha, mayli. Hech qisi yo'q. Voy, shunaqa paytda kim keldi? Nozimaxon, bizdan boshqa mehmoningiz bormidi? Ha, yo'q. Hozir o'tirib turinglar, men qarab kelay-chi. Kim bo'ldi ekan shunaqa paytda? Bilmasam, Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Voy. Aroni yostiringlar bolalar. Voy, yostiringlar. nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, erim keldi. Erim keldi. Kim? Erim yo'q deganingiz-ku. Ha, shunaqa degandim. Keyin tushuntirib beraman bolalar. Obbo. Bolalar, iltimos, tinchlaninglar. Hammasi yaxshi bo'ladi, keyin tushuntirib beraman. Xolamni o'g'li bo'lib turinglar, maylimi? Xolamni bolalar rolini o'ynab beringlar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu nima deganingiz? Odam xijolatga qo'ydingiz-ku. Hammasi yaxshi bo'ladi. Erimning xarakteri yomon. Faqat vahima qilmanglar. Tag'in erim bilib qolmasin. Iltimos. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Iltimos. Voy. O'rtoq, eri yo'q deganing-ku boy oldi. Men ham qayerdan bilib o'tiribman? Endi eshitib turman-u. Endi nima qilamiz? Xotirlama, jo'ra, hammasi yaxshi bo'ladi. Birovni o'ylab topamiz. Adajonisi, yaxshi keldingizmi? Yaxshimisan? Tinchmisan? Mehmon bormi uyda? Ha, haligi anavi xolamni bolalari kelgandi. Ha, yaxshi. Bormanglar. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xo'sh. Yaxshi keldinglarmi bolalar? Yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Hol-ahvol so'raylik deb opamizni bir ko'rgani kelgandik. Ha, yaxshi qilibsizlar-da. Xo'sh. Nozima, bu bolalar kim? Ha, Sevara xolamni bolalari. Meni ko'rgani kelishgan ekan. Qarang-a. Sevara xolang borligini bilmas ekanman. Qaysi Sevara xolangni bolalari bu, ha? Sevara xolam bizani to'yimizga kelmaganlar. Shu uchun tanimaysizda, dadasi. Kelsalar tanishtirib qo'yaman. Tushunarli. Bular Sevara xolamni bolalari bo'ladi. Meni ko'rgani kelishibdi-da. Tushunarli. Xo'sh bolalar, kelishinglardan maqsad nima? Ha? Pochcha, nima maqsadda kelishimiz mumkin? Bir opamizni ko'rgani kelgandikda xabar olib. To'g'rimi? To'g'ri, xabar olgani keluvdik. Opajonlaringni kunduzi kelib xabar olsalaring bo'lmasmidi? Ha? Pochcha, kunduzi kelishga vaqtimiz bo'lmagandi. O'shaning uchun kechga kelganingda ko'rgani. Sizlarga bir savolim bor bolalar. Qanaqa savol? Pochcha, bemalol. Ko'rinishimdan ahmoqlarga o'xshab ko'rinyapmanmi? Nima deb o'ylayapsizlar? Yo'q, pochcha. Bu nima deganingiz? Unday emas, pochcha. To'g'rimi? To'g'ri. Senlarni nima maqsadda kelganlaringni juda yaxshi bilib turibman. Birinchidan, mana buni hech qanaqa Sevara degan xolasi yo'q. Voy, dadasi, bu nima deganingiz? O'chir ovozingni. Men ahmoq deb o'ylabsanmi? Bu bolalar hech qanaqa xolangni bolalari emas-ku. Juda yaxshi bilib turibman nimaga kelganligini. Sizga hozir ovqat suzib kelaman, dadasi. Menimcha och qolgansiz shekilli.
Juda yaxshi bilib turibman. Nima maqsadda kelganlaringni. Men bilan o'yin qilmasdan gaplashinglar. To'g'risini aytinglar. Nima maqsadda keldinglar? Aldamanglar. Sizga to'g'risini aytyapmiz-ku. Opamizni ko'rgani kelgandik. Noto'g'ri tushunyapsiz, akajon. Uka. Men odam o'ldirib bir marta qamalganman. Ikkinchi marta qamalishga ham qo'rqmayman. Agar to'g'risini aytsalaring, qo'yib yuboraman. Aka, to'g'risini aytaman. Bu opa bilan Instagramda tanishib qolgandik. Boshqa maqsadda kelganimiz yo'q. Shunchaki mehmonlikka taklif qilganda shunga kelgandik. Mehmonlikka taklif qilsa, birovni xonadoniga kelaverasanmi, uka? Gapir, ha? Aka. Shunchaki to'g'ri niyatda kelgandik. Yomon niyatda kelganimiz yo'q. Nima niyatda kelganingni, uka? Juda yaxshi bilaman. Ota-onang, opa-singling bormi? Bor aka, bor aka. Opangni yo singlingni xonadoniga begona erkaklar kelsa, uchrashishga nima qilasan? Aka, bizda bunaqa holat bo'lmagan. Uka, Labbay aka. senlarni nima qilay, et? Bo'g'zingdan pichoq tortib yuboraymi yoki mana bu ko'chaga ko'mib yuboraymi? Ha, gapir. Yo'q, unaqa demay aka. To'g'ri tushuning. Unaqa niyatda kelganimiz yo'q. Yo'q, rostdanmi? Aka, biz keta qolaylik. Kech bo'lib qoldi-ya, uzr. O'tar joyingga. Xo'p aka. Hech qayerga ketmaysanlar. Xo'p. Aka, biz yomon niyatga kelganimiz yo'q. Shu o'rtog'im chaqirgani uchun kelgandim. O'zi yaqinda to'yim. Aka, keta qolaylik. Ruxsat bering, iltimos. Yo'q, Yaqinda to'ying bo'lar ekan, birovni xonadoniga bog' bormi kelib? To'ying bo'lmaydi, uka. Bu uydan yo tiriging chiqadi, yo o'liging chiqadi. Tushundingmi? Aka, unaqa demang. To'g'ri tushuning. Iltimos sizdan. Ovozingni o'chir. Shunaqa diyonatli bo'lamisan? Xudo uchun kechiring aka, iltimos. Xudo uchun kechiray. Birovni xonadonida yarim kechada nima bor? Aka, asabiylashmang. Dadajonisi, ovqat topib keldim, yeb oling. Ovqatingni o'zing pishirib ye. O'tir joyingga. Xo'p. Sen bilan 2 yildan beri yashab kelyapman. Xudo nima uchun farzand bermayotganligini endi tushundim. Shu paytgacha menga xiyonat qilib yurganing uchun. Essiz. Sendagi ayollik, iffat ham qolmabdi. Xo'sh bolalar, nima qilamiz? Shu opangni ko'rgani kelganmidlaring? Yo'q, aka. Qilmoqchi bo'lgan ishlaringni hozir qilaveringlar bemalol. Yo'q, unaqa qila olmaymiz Yo'q, aka. shu opangni ko'rgani kelmaganmidlaring? Yo, tushuntirib beraymi? Yo'q, aka. Unaqa demang aka. Ha? Nima niyatda keluvdinglar bo'lmasam? Boshqa maqsadda kelmovdilaring? Yo'q. Aytlaring. Nima qilaysanlarni? Ha? Nima qilay? Hozir meni holatimda bo'lganlaringni nima qilgan bo'lardilaring? Ha? Pochchajon, gapirlaring. bosing, asabiylashmang. Biz keta qolaylik. Nima? Biz keta Qayerga qolaylik. ketmaysan? O'tir joyingga. Marras. Iflos. Xo'p aka. Xo'p. O'zingizni bosing, dadasi. Sen ham o'tir joyingga. Hech qayerga ketmaysanlar. Akajon. Iltimos. Akajon. Bizni qo'yib yuboring, akajon. Iltimos. Bizni kechiring bizni. Iltimos, akajon. Iltimos. Yolg'on. O'chir ovozingni. Kechiring. Ikkita shartim bor. Qilsalaring qo'yib yuboraman. Aka,
Aka, biz noto'g'ri tushunyapsiz. Bizni qo'yib qoling, aka. To'g'riga qayda. Gapni ko'paytirmasdan. Aka, bizni qo'yib qo'ying. Iltimos. Ovozingni o'chir, iflos. Biz qayerga kelay, aka? To'g'riga qayda dedim men senga. Xo'p. Borganda ko'rasan. Mashaqam? Ko'chadan chapga qayrilasan. Qanaqa joyga keldik? Ovozingni o'chir. Haydayib ber, men senga keyin ko'rsataman. Tush mashinadan. Oldimga tush dedim. Bu yoqqa. Oldimga tushlaring. Tezlash. Belkuray bilan ketmonni ol. Tezlash. Nima qilamiz, aka? Oldimga tush bu yoqqa. Ko'rasan hozir nima qilishimni. Tezlash. O'zingcha aqlliman deb o'ylayapsan-da? Tezlash. Nima qilmoqchisiz, aka? Ko'rasan hozir. Tezlash. Kavlalaring. Nima kavlaymiz, aka? O'zing uchun qabr kavlaysan. Kavlalaring. Iltimos. Bizni kechiring, aka. Ovozingni o'chir. Iflos. Kavlalaring. Tezlash. Iflos. Senlarga ko'rsatib qo'yaman. Birovni xotini bilan o'ynashishlikni. Aka, siz qilayotgan ishingiz yaxshimi shu? Men aytdim boshida sizga. Boshqa niyatda borganim yo'q aka deb. To'g'ri tushuntirdim akajon. O'chir ovozingni, kavla. Senlarga ko'rsatib qo'yaman. Birovni xotini bilan don olishib yurishishni. Tavbangga tayantirmaguncha qozasanlar shu yerni. Ifloslar. Yaxshilab qo'y. Aziz, o'g'lim, rus tili ustozing kecha menga telefon qildilar. Sen darslarni yaxshi o'zlashtira olmayotgan ekansan. Nega o'g'lim? Dars qilishga qiynalyapsanmi? Ha, ozgina qiyinroq bo'lyapti. Qiynalgan joylaringda mendan so'ragin. O'zim senga yordam beraman. Agar rus tili va ingliz tilini o'qimasang, o'rganmasang, kelajakda katta odam bo'la olmaysan, o'g'lim. Eng kerakli fanlar bular rus tili, ingliz tili fanlaridir. Tarix fanini ham yaxshi o'qigin, o'g'lim. Xo'p, oyijon. Oyi, bugun ustozimiz aytdi, ertaga ota-onalar majlisi bo'lar ekan. O'tgan safar kelmadingiz, bu safar kelasizmi? Ha, albatta bolajonim, albatta boraman. O'tgan safar sal ishlarim chiqib qoldi-de, o'g'lim, bilasan, o ishlarim ko'pligini. O'shaning uchun bora olmagandim. Bu gal albatta boraman. Ustozlaring bilan ham o'zim yaxshilab gaplashib kelaman. Oyi, matematika fani bo'yicha 5 olsam, menga o'yinchoq mashina olib berasizmi? Ha, bolajonim, albatta olib beraman. Sen o'qishlaringni yaxshi o'qisang bo'ldi, mashina sendan aylansin. Aylanib ketay o'zimni pahlavon o'g'limdan. Har doim a'lo baholarga o'qigan, a'lochi bola bo'lgan, xo'pmi o'g'lim? Xo'p. Voy,
Xolang telefon qilyaptilar-yu, tinchlikmi ekan? Eslab qopti meni. Alo, assalomu alaykum Firuza opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Nozima, singlim? Ha, tinchlikmi? Telefon ham qilmaysan, xabar ham olmaysan opangdan. O'zing yaxshimisan axir? Sani qiladigan ishing yo'q-ku. Uyda mazza qilib yotsang, ering bechora ishlab kelsa. Opa, qo'ying shunaqa gaplarni. Menga yordamingiz kerak, opa. O'zi yuragim siqilib o'tiribdi. Siz ham siqmang. Voy, qanaqa yordam? Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Qanday aytishni ham bilmayapman. Biroz uyatli ish qilib qo'ydim-da, opa. Voy tavba, qanaqa uyatli ish bo'lib qoldi? Qanday aytsam ekan? Bilmayman. Biroz uyatli ish bo'lib qoldi-da, opa. Odamga o'xshab gapirsang-chi bundoq, ichimni qizdirmasdan. Kechqurun erim ishdaligida uyga mehmon chaqirgan edim. Botir aka, bugun uyda bo'lmayman dedilar. Kechki payt aytgan mehmonlarim kelishuvdi. Botir akam kelib qolib rosa janjal qilardilar. Gaplaringga umuman tushunmayapman. Nimalarni baljiryapsan o'zi? Qanaqa mehmonlar haqida gapiryapsan? Tushuntiribroq gapir bundoq. Opajon, sizga to'g'risini aytaman. Faqat noto'g'ri tushunmang, iltimos. Chaynalmasdan gapirsang-chi, nima bo'ldi o'zi? Xullas, kecha Botir akam ishxonada 2 kunlik ishim bor, kelmayman deb aytuvdilar. Undan keyin anchadan beri Instagramda bitta bola bilan tanishib, gaplashib yuruvdik. Ko'rishaylik deb xorij olimga qo'ymasdan uyimga taklif qilib qo'ydim. Keyin u bola og'aynisi bilan ketdi uyimga. Shu vaqtda ish ijringlab Botir akam kirib keldilar. Janjallashib ketishdi. Yomon xayolga bordilar mana. Sani kallang joyidami, Nozima? Nega begona bolalarni uyingga chaqirasan? Sani uyingda ular nima qilyapti? Kim bo'ladi o'zi u bolalar sanga? Shunchaki hol ahvol so'rashga kelishgan edi ular. Botir aka, ana bolalarni dala hovliga olib ketdilar. Endi ularning ahvoli nima bo'lyapti bilmayman. Sen jinni bo'lganmisan? Sen hali eringga xiyonat qildingmi? Yo'q, opa. O'rtamizda hech narsa yo'q. U bolalar bilan noto'g'ri men. Voy sharmanda, voy tavba. Boshimizda shu kunlar ham bormidi-ya, Nozima? O'ylab ish qilsang bo'lmasmidi, singlim? O'zing qayerdasan hozir? Uydaman. Botir akam eshikni qulflab ketib qoldilar. Yordamingiz kerak, opa. Yordam bermasangiz bo'lmaydi. Tomon bo'psan-u, Nozima. Nima qilishni bilmayapman. Voy o'lmasam. Voy tavba, Nozima, nimalar qilib qo'yding-a, singlim? Hozir boraman. Sen ungacha et-betlarni qarab turgin. Kaltingni topib qolarsan balki men borgunimcha. Qo'shimcha kalt bordir balki u yoqda. Qarab ko'rchi yaxshilab. Xo'p, opa, qidirib tezroq kelib meni olib keting. Iltimos, eshikni buzamiz, nima qilamiz bilmayman. Botir akam kelib qolmasa arzon qotishim kerak. Bo'pti, hozir boraman men. Sen kalti qidirib turgin, balki chiqib qolar u yoqda. Xo'p, opa, faqat tezroq keling, iltimos. Voy o'lay, voy o'lmasam sharmanda. Shu kunlar ham bormidi-ya bizning boshimizda-ya. Oyijon, xolamga nima bo'ldi? Tinchlikmi o'zi? Ha, o'g'lim tinchlik. Nozima xolangnikiga ketamiz, o'g'lim, tur. Ketdik. Kimlaringniki? Hop. Kamol. Labbay Ma'ruf aka, chaqirtirdingizmi? Botir qayerda qolib ketdi, Kamol? Kecha Botir oilaviy muammom bor deb ketib qo'ygandi. Bugun hali ham ishga kelgani yo'q. Hamma ish o'zimga qoldi. Sani xabaring bormi? Botir nimaga ishga kelmadi? Aka, to'g'risini aytsam, Botir akam birozdan ham oilaviy muammosi bor. Oilaviy muammosi? Nima bo'ldi o'zi? Sani biror nimadan xabaring bormi? Ha, xabarim bor aka. Lekin ayta olmayman. Nega? Botir akam hech kimga aytmagin deb aytganlar. Shuning uchun hech kimga ayta olmayman. Menga qara Kamol.
Men senlarga begonamanmi? Meni qo'limdan anchadan beri ishlab kelasanlar. Senlar bilan aka-ukaday bo'lib ketganmiz. Nimaga menga unaqa begona sirab, sir yashiradigan bo'ldingmi? Menga qara. Ochiq oydin gapir. Biror gap bo'lsa, Botirga o'zim tushuntiraman. Nima bo'ldi o'zi? Gapir bemalol. Aka, Botir akam ayollarni bir hafta oldin begona erkak bilan yurganini ko'rib qolgandim. Shu ko'rgan narsamni Botir akamga ayta olmay yurgandim. Kecha siz yo'ligizda Botir akamga ko'rgan narsalarni aytib bergandim. Menimcha shu gaplardan keyin Botir akam jahl qilib uyga ketib qolishi kerak. Seni kallang bormi? Nega aytasan? Bunaqa narsalarni men bilan maslahat qilmaysanmi? Endi nima bo'ldi bu? Balki sen ko'rgan narsa, sen o'ylayotgan narsa emasdir. Balki akasidir, biror tanishidir. Qayerdan bilasan? Ma'ruf aka, akasi bilan endi qo'l ushlashib yurmasa kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham menga aytishing kerak edi. Bunaqa narsalar to'g'ridan to'g'ri aytilmaydi. Botir uyida endi janjal bo'lib, biror nima bo'lgan bo'lsa, nima bo'ladi? Uzr Ma'ruf aka, siz bilan maslahat qilmasdan Botir akaga aytib qo'yibman. Bo'pti, bor. Ishingni qilaver. Bolalarni ham nazorat qilib turgin. Xo'p aka, tushundim. Nima bo'ldi ekan? Xudoga shukr bor ekan. Telefon jiringlayaptimi? Botir akam telefonlari qolib ketibdi-ku. Kim qotgan ekan endi? Voy, kim bo'ldi ekan bu? Ma'ruf boshliq. Endi nima deyman bunga? Nima desam ekan? Assalomu alaykum. Men ishxonadan telefon qilayotganman. Botirni boshlig'iman. Ha, yaxshimisiz? Ma'rufmisiz? Ha, Ma'rufman. Botir uydami? Voy. Botir akamning telefonlari uyda qolib ketibdi. O'zlari chiqib ketuvdilar. Qayerga ketganini bilmaysizmi? Bo'ldi? Ha, tushunarli. Kelin. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Kelin. Shaxsiy ishinglarga aralashishga haqqim yo'q. Botir o'z ukamday bo'lgani uchun so'rayapman. Mabodo Botir ikkalanglar o'rtanglarda janjal bo'lmadimi? To'g'risini ayting. Voy, o'lay. Ha, sal shunaqa bo'lib qoldi. Ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi. Hozir Botir qayerda? Haligi aytdimi? Otaxonlariga ketuvdilar. Ha, tushunarli. O'sha hovlini manzilini menga ayta olasizmi? Mayli, aytaman. Yaxshi. Bo'lmasa menga hozir tashlab yuboring. Men Botir bilan ko'rishib olishim kerak. Kallalaring tez-tez. Aka, meni bu yerga hech qanaqa aybim yo'q. Просто o'rtog'im Jamshid olib keldi bu yoqqa. Men sizni xotiningiz bilan hech qanaqa aloqam yo'q umuman. Gapni ko'paytirmasdan qoz iflos. Sen ham o'z nafsing uchun kelgansan. O'lgirdim sandaqalarda. Ey! Xo'p aka. Yoningda telefoning bormi? Ha, bor aka. Olib kel. Bu nima? Bu dori. Nima dori bu? O'zim kayfim uchun ishlataman aka. O'zingni kayfing uchun? Sen o'zing kayfing uchun shu dori ishlatasanmi? Yo'q, aka. Ozroqni sotib tirikchilik ham qilib turaman-da aka. Nima? Tirikchilik qilaman degan?
Sen iflos yana qancha odamni yostig'ini quritgansan? Noto'g'richimi aka? O'zimni tirikchiligim uchun-da, o'zim ham O'zing tirikchiliging? ha. Birovlarni yostig'ini quritib o'zing tirikchiligingmi bu? Iflos. Aka, noto'g'richimi? O'zimga kerak bo'lgani uchun qilganman shu ishni. Bilasanmi nima? Senlarni tavbangga tayintirish uchun shu yerga olib kelgandim. Endigina senlarni kechiraman deb turgandim. Sen iflos esa mana shunaqa isqirt ishlaring ham bor ekan. Birovlarning yostig'ini quritishga kelmisanmi iflos? O'zi sen iflos. Kechiraman deb turgandim. Sen iflos esa jinoyatchi ekansan. Maras, endi shu bugun. Senlarni ko'mmasdan hech qayoqqa ketmayman, Maras. Ko'zlaring iflos. Tezlash iflos. Maras. Tezlasharing. Ifloslar. Endi senlarga rahmim kelib turuvdi. Iflos. Senlarni kechiraman deb turgandim. Maras. Jinoyatchi iflos. Endi mana gaplashyapti, tezroq hal qilsa bo'lmaydimi? Cho'zib yuborishdi-yu bular. Sen sabr qilib tur, indamaga. Hozir gaplashib olsin ular. Ichim siqilib ketdi. Aytgancha, Rustam, Bahrom ishini qachon hal qilamiz? Ha, uni ham ishini hal qilamiz. Hozir manbayda-chuda ishlarni bitkazib yuboraylik, keyin uni ham ishini hal qilamiz. Uni ham ishini tezroq hal qilish kerak. Cho'zilib ketdi uni ham ishi. Ha, xavotirlanma. Hal qilamiz. Jafar aka telefon qilyapti. Assalomu alaykum Jafar aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Rustam? Yaxshi aka, rahmat. Ko'rinmay qolding. Telefon ham qilmaysan. Bizni ishni o'ylab ko'rdingmi? Yo'q aka, hali o'ylab ko'rganim yo'q. Nimasini o'ylaysan? O'ylanadigan narsa emas-ku. Qanaqa zarur ishing bor? Mana soqqal ish turibdi senga. Hozir ko'chada ozgina ishlarim bor. O'shalarni hal qilib olishim kerak. Tezroq hal qil. Qachon bo'shaysan? 1-2 kunlarda ishim bitib qoladi aka. Bo'la qo'y endi bo'lmasam, tezlashtiraylik. Bilaman aka, tushundim. Ko'p o'ylanmasdan tezlashtirgan ishingni. Xo'p aka, xo'p, tushundim. Bo'pti, gaplashamiz. Tinchlikmi, kim qildi? Jafar aka telefon qildi. Ana qora dori masalasi bo'yicha. O'shalarni hal qilishimiz kerak. Mana shu ishga aralashmaylik. Xavotirlanma Dilshod. Yaxshigina pul ishlab olamiz. Bunaqa mayda-chuda ish qilgandan ko'ra, yirik ish qilganimiz yaxshi. Oyna. Bu ish bilan qo'lga tushsak, normalni kesilib ketamiz. Oldingi safar ham qarzing beraman degding, bermading. To'g'rimi? Aka, oldingi safar boshqacha holat bo'lib qolgandi. Shu safar to'g'ri tushuning. Bu safar albatta o'xshataman. Menga qara, men senga oxirgi marta imkon beraman. Qarzing to'la, sen to'la, bo'lmasa o'zing yomon bo'ladi. Aka, bu safar unaqa parod chiqmayman. Bu safar nima desangiz shunaqa bo'ladi. Faqat to'g'ri tushuning. Bo'pti, senga oxirgi marta imkon beraman. Bo'ldi aka, tushundim gaplaringizni. Mana sen so'ragan dori. Qara, esingdan chiqmasin. Oldingi esingdan chiqdi, ikkinchi qaytarilmasin. Bo'ldimi? Hal qildingmi Zafar? Ha aka, hal bo'ldi. Yaxshi, yana kim qoldi? Jamshid qoldi faqat, qarzini bermagan. Kecha berish kerak edi shekilli. Ha, kecha kechqurun telefon qilgandim Jamshidga. Lekin ko'tarmadi aka. Bo'lmasa hozir telefon qil, tezlashtir. Xo'p aka, xo'p.
Yaxshilab qo'zlaring. Hey. Labay aka. Yo'qki. Kim telefon qilyapti senga? O'sha dori sotadigan odammi aka? Juda yaxshi. Birato'la hammangni bir joyga ko'maman. Gaplash va ovozini yoqib qo'y. Allo. Yaxshi rahmat aka. Haligi ishlarim bor-da aka. O'shaning uchun ko'tara olmagandim. Yoqqa ber telefonni. Alo. Man Jamshid akasiman. Tinchlikmi nimaga? Aka, kezi qarzi bor. Qarzini berish kerak. Qarzi? Qancha qarzi bor? 8 million qarzi bor aka. 8 million? Nimani hisobiga qarzi qoldi? Endi unisi kezdan so'rang. Qarzini bermasa nima bo'ladi? Qarzini bermasa boshqacha gaplashiladi aka. Boshqacha gaplashiladi. Qanaqa bo'ladi boshqacha gaplashish? Aka, siz Jamshid akasimisiz? Akasiman. Haqiqiy akasimisiz? Xushkan akasiman. Nima edi? Bu kezga aytib qo'ying. Qarzini to'lamasa o'ziga yomon bo'ladi. To'lamasa nima bo'ladi? Bo'lmasam aka, kafanani hozirdan tayyorlavering. Kafanni sizlar uchun tayyorlab qo'ysam bo'lmaydimi? Menga berchi telefonni, o'zim gaplashaychi. Avo. Eshitaman. Meni ismim Rustam. Xo'sh, nima qilay? Meni ismim Botir. Akasi. Ukangiz bizdan qarzi bor. Agar to'lamasa, o'ziga muammo orttiradi. Voy iflos. Hech qanaqa qarz berilmaydi. Hal qilmoqchi bo'lsang, men bilan ko'rishib ol. Bo'lmasa, pulingga uxlading uka. Qanday tushunding? Akasi, siz yaxshi gapni tushunmas ekansiz va sizga muammo kerak bo'lsa, men sizga yaratib beraman. Katta gapirmasdan oldimga kel. Gaplashib olamiz, aqling yetsa. Bo'ldi. Manzilni ayting. Hozirroq boramiz. Hozir yuboraman. Kim u katta gapiryapti? Bilmadim. Qanaqadir shoxi o'sib qolgan ho'kizdirda. Bo'lmasa o'sha shoxlarini kesib tashlash kerak. Endi kesamizda borib, Dilshod. Aka, nega unday qilasiz? Bular yaxshi odamlar emas-ku. Yaxshi odamlar emas? Hozir o'sha odamlar keladi, ko'rasan. Sen bilan qo'shib ko'maman. Tushundingmi, iflos? Bor qol endi. Aka, shu chetroda to'xtatib yuboring, iltimos. Bo'ladi, hozir. Ketdi, aziz. Kel o'g'lim, kela qol. Tez tusha qol. Rahmat aka. Qo'lingga telefon qilib olaylik, aziz. Alo. Nozima, yaxshimisan? Men seni uyingni oldida turibman, hozir keldim. Yaxshi opa, rahmat. Keldingmi opa? Qay keldim. Ering ustingdan qulflab ketgan bo'lsa, men qanaqa kiraman seni uyingga?
Yoki bironta eshikni buzib kiradigan usta chaqiraymi? Voy yo'q, opa, shart emas. Uyni kalitini topdim, opa. Boya qidirdim. Turgan ekan shu yerda bittasi bor ekan. Ha, topgan bo'lsang yaxshi. Uyingga kiraylikmi biza yoki ko'chaga o'zing chiqasanmi? Voy opa, ko'chaga chiqib tura qoling. Yerim kelib qolishi mumkin. Hech qayerga chiqib ketma. Ering kelsa o'zim gaplashib olaman, qo'rqma. Joyingdan qimirlamay o'tir. Hozir chiqamiz biz. Gaplashib olamiz. Tezroq keling, faqat tayyor o'tir. Bo'pti. Xo'p. Kamol! Labay Marif aka. Men hozir Ravshanning ota hovlisiga ketyapman. Ravshanning ayoli uyda ekan. Ravshanning o'zi jahl qilib ota hovlisiga ketgan ekan. Men oldiga borib, bir gaplashib, yupatib kelay. Sen meni yo'qligimda yo'qda ishlar qilib turgin. Tushundingmi? Tushundim Marif aka, tushundim. Marif aka, Botir akamni bir ikkita bolalar so'rab kelgandi. Yana qanaqa bolalar so'rab keldi? Kelgan bolalar aytdiki, Botir akanga aytib qo'y, qarzini to'lab qo'ysin deb aytdi shunday. Bu nima degan gap? Botir yana qanday muammolarga aralashyapti? Xabaring bormi sani? Yo'q aka, boshqa ishlardan meni xabarim yo'q. Shu bolalar shu Botir akaning muammosini aytib bo'ldi. Sen o'sha bolalarni taniysanmi? Yo Botirning og'aynilarimi? Yo'q aka, taniganim yo'q. Ko'rinishdan yaxshi bolalarga o'xshamayapti. Turk sovuqlarga o'xshayapti. Turk sovuq degin? Bu Botir akangni ko'chadagi boshqa ishkallardan xabaring yo'qmi? To'g'risini aytaver. Yo'q aka, boshqa ishlardan xabarim yo'q. Kelgan bolalarni ham tanimayman, kimligini ham bilmayman. Kelgan bolalar faqat Botir akangni qarzini to'lasin dedi. Agar to'lamaydigan bo'lsa, o'ziga yomon bo'ladi deb aytdi aka. U kelgan bolalarni rostdan ham tanimayman aka. Menga qara Kamol. Men Botirni ota hovlisiga borib kelay. U bilan bir gaplashib kelay. Men yo'qligimda sen o'zing yaxshilab ishxonaga qarab turgin. Tushundingmi? Men bilan borib bir gaplashib kelaychi. Xo'p aka, bemalol borib kelavering. Men bu yoqda ishlarga qarab turaman. Zafar, sen Jamshidning akasi borligini bilarmiding? Yo'q aka, akasi borligidan xabarim yo'q. Akasi bo'lmasa, ne biza bilan unaqa muomala qiladi? Dertga gapiradi bizaga. Bilmadim aka, o'zini hayronman. Borganimizdan keyin ana Jamshiddan pulni olib olaylik. Bo'lmasa agar akasi bilan boshqacha gaplashamiz. Agar akasimi kim bo'lsa ham bizning ishimizga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, har doimgi qiladigan ishimizni qilamiz. Boshqacha gaplashamiz. Bo'ldi Rustam aka, agar to'sqinlik qiladigan bo'lsa, o'ziga yomon bo'ladi. Bizani pulimiz yerda qolgan emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, bizni pulimizni undirib olamiz. Tushundingmi, Zafar? Aka, shu paytgacha pulimiz yerda qolib ketmagan. Undan keyin ham qoldirmaymiz. Rustam, manzilga yetib keldik. Nima qilamiz? Zafar, Allaga telefon qil. Yetib keldik. Kallalaring kesdi. Do'stlar, maraz. Alo. Aka, biz keldik. Siz aytgan manzil bo'yicha yetib keldik. Chiqasizmi? Juda yaxshi. Hozir boraman, kutib turinglar.
Ifloslar. Qanday aka? Men hozir kelaman. Agar qochib ketsalaring, o'ldim deyaverlaring. Tushundingmi? Xo'p, xo'p. Qazlaring. Endi tamom bo'ldim. Tamom bo'ldim. Bu yoqdan Doracha akalar. Bu yoqdan bu